Dünyanın her qaysi joylarida yaşayotgan Uyg'urlar har yilgidek 5-iyul Urumchi qatlamini namoyish va boshqa faoliyatlar bilan xotirladi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 14 yillik munosabati bilan Amerika va Turkiya boshchiligida nurg'un davlatlardagi Uyg'urlar turli namoyish, axborot e'lon qilish va ko'rgazma faoliyatlari o'tkazdi. Yaponiya, Kanada va Qozog'istondagi Uyg'ur jamoatchiligi, shundaqla Shvetsiya, Belgiya qatorliq Yevropa davlatlaridagi Uyg'ur tashkilotlari Urumchi qatlamini xotirlash va Xitoyning davomlashayotgan erkak qirg'inchiligini ayiblash faoliyatlari o'tkazdi. İşğal qilingan Sharq Turkistonda Qur'onni cheklagan, musulmonlarning uylaridan Qur'on va boshqa diniy kitoblarni yig'ib ko'ydirgan Xitoy doiralarining Shvetsiyadagi Qur'on ko'ydirish voqeasini ayiblab, musulmonlarga yaxshichoq bo'lishga urinishi diqqat tortdi. Beijingdagi kommunist hokimiyatining bayonotchisi seshanba kuni Shvetsiyada Qur'onning ko'ydirilishiga qarshi turadiganligini va bu xil islom dushmanligining Xitoyda mavjud bo'lmaydiganligini aytdi. Sharq Turkistondagi erkak qirg'inchilikqa doir po'latlik faktlar va jonliq shohidlar o'tirg'i chiqqan bir sharoitda Xitoyning o'zini oqlab ko'rsatishi diqqat tortdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Amerikaning Koreyaga yadro suvosti paraxod avatish planidan andish qilayotganligini bayon qilib, ikki davlatning Koreya yarim orolida ijobiy rol o'ynashga chaqirdi. 4-oyda Koreya prezidenti Yoon Suk Yeol Amerika prezidenti Joe Biden bilan Washington xitobnomasini imzoladi. Yoon bu xitobnoma bilan Amerikaning kengaytirilgan tahdid tadbirlarini qo'llanib, yadro qurollarini o'z ichiga olgan barliq harbiy kuchi bilan Koreyani qo'llashga va'da berganligini va ikki davlat munosabatini buningdan keyin yadroni asos qilgan ittifoq deb tasvirlaganligini bayon qildi. Yangi Zelandiya bosh ministri Keris Hepkins Xitoy bilan bo'lgan dialog texnik cho'ng bexatarlik bilan ta'minlaydi dedi va ixtilof nuqtalarini davlatning eng cho'ng savdo hamrohi bo'lgan Xitoy bilan muzokara qilish kerakligini o'ttirib qo'ydi. Bosh ministr Hepkins Yangi Zelandiya xalqaro ishlar institutida qilgan so'zda ikki taraflik munosabatdagi to'qinish nuqtalarini bayon qilishning muhimligini ta'kidlab mundoq dedi. Kuchlik, pishqon va murakkab munosabat Xitoy bilan qiyin suhbatlarning yuz beradiganligidan darak beradi. Lekin bu suhbat o'tkazmaslikdan yaxshi. Xitoy doiralari Yaponiyaning Fukushimada yadro elektr stansiyasida yig'ilib qolgan radioaktivlik keraksiz suvni qo'yib berish plani sababidan Yaponiyadan dengiz mahsulotlarini import qilishni chekladi. Xitoy bosh tamojna idorasi e'lon qilgan bayonotda yana Yaponiyaning o'xshamagan rayonlaridan import qilingan yemekliklarning ilgariga qaraganda texnik qattiq tekshirilganligi ta'kidlandi. 1995-7-oyda Bosniya-Gersegovinaning sharqidagi Srebrenicada yuz bergan erkak qirg'inchilikda minglagan Bosniya fuqarosini o'ldirishga mas'ul bo'lgan serb amaldorlaridan 4 nafari muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilindi. Uningdan boshqa 45 serb jami 699 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Turkiya darajadan tashqari futbol birlashmasidagi kuchli komandalardan biri bo'lgan Fenerbahçe'dan ayrilgan Arda Güler haqidagi xabarlar futbol dunyosining diqqatini tortmoqda. 18 yoshli Arda Güler Ispaniya futbol magnati Xalq Madrid bilan rasmiy kelishim hosil qildi. Turkiya davlat komandasining a'zosi bo'lgan Arda jami 30 millionlik yo'tkalish to'xtami bilan Turkiya tarixida Yevropaga eng qimmat yo'tkalgan futbolchi bo'lib qoldi.